Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Syomli kvartirada yashaymiz soxtalikda, bir kun esa mashinada. Endi sizni gaplaringizga qaraganda o'ylaymanki, sizda nimadir qoladimi o'zi? Qanaqadir mablag' qoladimi yoki hamma narsani rasxodga Qoladi, misol uchun kunlik rasxodimiz 200 ming, 250 mingga mo'ljallashga harakat qilaman. Chunki ular bilan zavtrak ham ko'chada ovqatlanishlar qimmat tushadi. Shunga o'sha 200 ming, 250 mingga rasxodga ulojitsiya qilishga harakat qilaman. Qolgan narsa yana tovarga pul tikaman. Tovarga pul tikasiz, lekin o'zingiz yoningizda pul qolmaydi. Yo'q, yana tovar Hamma tikaman, topgan yana pulingizni boraman, yana yana pul aniq qilaman. оборот qilar ekansiz-da hamma narsani. Misol uchun mana kech payt zakaz olaman. Ertalab soat 6-7 da turaman, auditoga boraman. O'zingizni pulingizga sotib olasiz. Keyin shu kech paytgacha yana dastavkalarni olib boraman. Odamlardan masalan aytib olmaysizmi? Например, предоплата. Yo'q, Zakaz zakaz olmayman, chunki aldangan odamlar ko'p. Даже hozir ba'zi birlar BTS orqali jo'nating, keyin yetib kelgandan keyin pulni to'layman. Men ko'p aldanganman deydi. Menga bu narsani yo'q deyman. Bunaqa vaziyatlar bo'lmagan, uzr gapingizni bo'ldim. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Mana qarang. Ras olib kelyapsizda zakaz qilishdi. Masalan, mijoz zakaz qildi. Siz o'sha narsani sotib oldingiz, olib keldingiz, u olmayman degan. Yo'q, Bo'lgan narsa ishlar. bo'lmagan, yo'q. Hamma kulib kutyapti, mehmon ham qilyapti, bolalarga shirinlik berishyapti, mevalar berishyapti. Baribir ko'rdinglarmi? Yaxshi insonlar ko'proq, chem yomon insonlar. Bizni